Agar har kuni bir donadan sarimsoq bo'lagini yeb yursangiz, sog'lig'ingiz uchun nimalar bo'lishini bilasizmi? Birinchi navbatda og'zingiz yaxshigina charchaganda yoningizga hech qanday xarab-pashshalar yaqinlasha olmaydi. Hazil. Sachchi lekin chin. Xo'sh, birinchi navbatda sarimsoq piyozini har kuni bir bo'lagini ovqat bilan birgalikda iste'mol qilib yursak, immunitet mustahkam bo'ladi. Chunki sarimsoqdagi altsin moddasi virus va bakteriyalarga qarshi kurashishda immunitetimizga qo'shimcha yordamchi bo'ladi. Shuning uchun shamollashni yengil o'tishiga yoki oldini olishga sarimsoq juda ham qo'l keladi. Sarimsoqning badani mana bunday burdalangan paytida undan maxsus modda ishlab chiqariladi. Bu tanasi dars ketmasa unaqa modda chiqmaydi, lekin shu dars ketganda bakteriyalarga, viruslarga qarshi uni maxsus antiseptik vositasi, mana hidi ham shuni asosida chiqadi, ishlab chiqiladi. Buni sababi u tabiatda yashab qolishi uchun, o'zini zashita qilish uchun mana shu moddani ishlab chiqaradi. Biz buni yegan paytimizda baribir og'zimizga ushbu moddalar tushadi. Va shuning uchun ham birinchi navbatda bilasiz, bakteriya, mikroblar qayerdan bizga hujumga keladi? Viruslar bizni burun teshiklarimiz, og'zimiz orqali nafas yo'llarimizga, birinchi navbatda glandalarga, ya'ni anginamizga hujum qiladi. Shu orqali agar ular pastga o'ta olsa, bronxit yuzaga chiqadi. Yana o'tsa bronxolit va undan ham chuqurroqqa virus, bakteriyalar kirib borsa, pnevmoniya kelib chiqadi. Demak, biz har kuni bir dona chesnokni bo'lagini yeb yursak, og'iz bo'shlig'imizdanoq bakteriyalar bilan kurashish immunitetimiz uchun osonroq bo'ladi. Bu fan tadqiqotlariga asoslangan ma'lumotlar albatta. Keyingi foydasi, har kuni bir bo'lak chesnok yeb yurgan insonlarni, ayniqsa 50 yoshdan oshganlarni qon bosimini normal holatda ushlab turishga yordam beradi. Chunki uni tarkibida tabiiy antigipertenziv ta'sirga ega bo'lgan moddalari bor. Shuning bilan birgalikda qonni iyuvchanligini yumshatishda ham yordam beradi. Bu esa tromb hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun chesnokni doim iste'mol qilib yuradigan insonlarni oyoq-qo'li qizib, qon aylanishi o'tdek ajoyib bo'lib yuradi. Hech e'tibor berganmisiz? Chesnokni shu 60-50 yosh atrofidagilar yoki 70 yosh atrofidagilar yaxshi yeb yurganlarini kasallikka chidamliligi yaxshi bo'ladi. Kasallikka chidamliligi zo'r bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan ularni doim yuzlari, qo'llari qip-qizil, qon aylanishi cho'tka bo'lib yuradi. Mana chesnokni qon aylanishini yaxshilovchi va qonni suyultiruvchi. Suyultiradi deganda suyuqligini ko'paytirmasdan, xuddi mana aspiringa o'xshagan ta'sirini bor ekanligidan dalolat beradi. Ana shuning uchun ham chesnokni insult profilaktikasi sifatida, infarkt profilaktikasi sifatida xalq tabobati ham, meditsinada fitoterapiya tabobati ham bunday yoshdagi insonlarga ko'proq iste'mol qilishni tavsiya qiladi. U ovqatlar bilan kirib kelgan yomon sifatli LDL xolesterillarini o'ziga bog'lab, tashqariga olib chiqib ketish xususiyatiga ega. Antioksidantlik xususiyatlari va mana shu xolesterinni o'zi bilan biriktirib tashqariga olib chiqqanligi bilan tanada yomon sifatli xolesterinlar kamayishi, ateroskleroz kasalliklarini oldini olishda qo'l keladi. Har kuni bitta sarimsoq bo'lagini ovqatdan yeb yurgan insonlarni o'ti yaxshi quyilib turadi. Jelchagunniy xususiyatga ega. Ovqat bilan chesnokni iste'mol qilgan odamlarni nimasi yaxshi bo'ladi? Мясорубкада hazm qilish funksiyasi yaxshi bo'ladi. Bu esa ichaklarimiz kasallanishini oldini oladi. Ichaklarimiz motorikasi yaxshi ishlab turish uchun yordam beradi. Keyingi foydasi, chesnok o'zi bilan biriktirib og'ir metallarni organizmdan olib chiqib ketish xususiyati ta'siriga ega. Bu tibbiyotda ham aniqlangan. Misol uchun, simok bilan rtuj, temir bilan yoki ko'mir bilan yoki chang to'zon bilan neftabazlarda yoki konlarda ishlaydigan odamlar bo'ladi-ku, shularning havosida og'ir metallar, yomon sifatli moddalar yuradi. Shuning uchun bu yomon moddalar ularga ko'p ta'sir qilmasligi uchun turli-tuman ularga qarshi, ya'ni yomon modda, tejroli og'ir moddalarga qarshi profilaktik tadbirlarni, ko'riklarni qilib turish kerak. Shular bilan birgalikda maxsus qabul qilib yuradigan preparatlari ham bor. Bularning ichida tabiiysi chesnok o'ziga bog'lab og'ir metallarni tanadan olib chiqib ketadi. Og'ir metallar qancha tanada kam bo'lsa, shuncha ular bizga zarar berishi ham kam bo'ladi. Keyingi yordami o'zingiz bilib olaverasiz. Har kuni bir bo'lak chesnokni yeb yurgan insonlarning jinsiy a'zolari ham yaxshi ravon ishlab turishga yordam beradi. Terilar yaxshi oziqlanishni boshlaydi. Oqibatda teringiz biroz nisbatan tarangroq va yorqinroq tusga kiradi. Albatta boshqa turmush tarzingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Keyingi o'rinda mana bu chesnokning tarkibida rak hujayralarini o'zimizning immunitet hujayralarimiz
aniqlash funksiyasini oshirishga yordam beradigan moddasi bor ekanligi aniqlangan. Bu esa mutatsiyaga uchrayotgan tanadagi hujayralarni o'z vaqtida o'zimizni immun hujayralarimiz tanib olib, ularga qarshi chora ko'rishda bu ishtirok etar ekan. Ya'ni kozyolik qilib berar ekan desak ham adashmagan bo'lamiz. Shuning oqibatida saraton va rak kasalliklarini profilaktikasi uchun o'zimizni organizmimizni kuch ko'payar ekan. Har kuni bir bo'lak chesnokni yeb yurgan insonlarni miya faoliyati, mayda qon aylanish yaxshilanganligi uchun samaradorligi oshishiga o'z hissasini qo'shar ekan. Bu degani siz Elon Musk bilan birga ishlaydigan aytishniklarda wunderkind bo'lib ketasiz degani emas albatta. Faqat miyani aktivligi bodrost beradi, diqqatni oshiradi, sizga tetiklik beradi. Chesnok iste'mol qilib yurgan insonlarni e'tibor berib qarasangiz, doim aktivligi yaxshi bo'ladi. U qarasangiz, bu ishni qilib yurgan, bu vaqtda qarasangiz, o'sha qilib yurgan, g'imirlab yurgan bo'ladi. Ularni chunki energiyasiga energiya qo'shib turadigan tabiiy mahsulotlar iste'mol qilib turganligi ham o'z o'rnida organizmga foyda berayotganidan darak beradi. Kuch bo'lmasa, quvvat bo'lmasa, muhabbat ham yoqmagani kabi, to'g'ri ovqatlanmasangiz, tabiiy mahsulotlarni o'z vaqtida qabul qilib turmasangiz, organizm ham juda passiv bo'lib qoladi. Buning uchun juda muhim aktiv turmush tarzi, sport bilan shug'ullanish ham. Shunday ekan, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim, biz ikki kishimiz ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Uchinchisi u qolib yotibdi. Poko keyingi lavhalargacha bizni kuzating. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.